Eng arzonda sizlarga arzon narxlarda Labo avtomobillari 2020-yil, 2021-yil Labolar, hammasida gaz balonlarigacha bor. U mana uni bo'lsa, o'shani terma ana xolodilniklarigacha bor. Mashinaning holatlari zo'r, olib haydashga tayyor. Qanaqa tayyor? Bitta akkumulyatorlarni qo'yib, o'zingiz uchun breyk qilib olsangiz bo'ladi. Kraskalari yomon emas ekan, narxlari xudo xolisa arzon. Mashinaning nomeriga qarab baraka qilsangiz bo'ladi. Buni mashinaning narxi 5800, kraskalari men ko'rmadim, yaxshi holatda yurib turgan tayyor mashina. Xo'p, bunisi 2020-yil yoki 2021-yil qolgan to'rttasi, hammasining narxi bir xil. 5250 dan 13 uskaligi ham bor, zavod diska balonligi ham bor, laboyni butuni ham bor, yo anaqa singani ham bor. Mana qiyatinlarigacha bor, lekin udarlar ko'rmadim. Hammasini germetikasi ideal holatda turibdi. Kraskalarni ko'rmadim. Normal holatda turibdi. Tiktivatinasi bor. Aytganimdek, mashina nomeriga qarab baraka qilsangiz bo'ladi. Mashina o'rta holatda, yangi akkumulyator to'rttasiga qo'yasizlar, xudo xolisa yuradi. O'zingiz uchun bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi.